O'zining vafot etgan do'sti yo'lida boyligini qurbon qilgan savdogar. Sudanlik savdogar Saudiya do'sti Saad bilan Burayda shahrida birga ishlardi. Saad vafot etganidan so'ng do'sti chuqur qayg'uga botdi. Bir muddat o'tgach, Saad nomida 300 ming riyallik qarz paydo bo'ldi. Lekin bu qarz aniq hujjatlashtirilmaganligi sababli uning ogillari uni to'lashdan bosh tortishdi. Sudanlik savdogar do'stini qarzga botib qoldirishga chiday olmadi. Shuning uchun u yagona daromad manbani yo'qotishni anglatsa ham, qarzni to'lash va summani yegish uchun do'koni va mollarini sotishga qaror qildi. Qarz beruvchi uning qurbonligi haqida bilgach, pulning bir qismini unga qaytarib berdi va bu voqeani boshqa savdogarlar bilan baham tortdi. Shunday qilib, savdogarlar unga yordam bera boshladilar va u ikkita do'kon va ajoyib shartlar bilan tovarlarni oldi. Bu esa uning biznesda sezilarli o'sishga olib keldi. Bugun esa savdogar Allohga shukronalik bildirib va uni qo'llab-quvvatlagan yaxshi do'stlariga minnatdor bo'lib 3 million riyal miqdorida zakot beradi.